Endi odamlarning oralarini buzishchi. Musulmonlarning ikkita qo'shnini orasi yoki odamlar ichiga shunday fitna urug'ini tashab qo'yadigan odamlar bo'ladi. Fitnani tashab qo'yadi, o'zi sug'urib oladi. U qo'shilmaydi, u jangni boshlab qo'yadi, urushni boshlab qo'yadi. Sug'urilib oladi. Biz oddiy sodda xalqimiz bilmaydi, ana fitnani tashab qo'yayotgan shaxs odamlarning orasini buzayotganligini bilmaydi. Fitnani tashaydi, orqaga o'tib oladi, u jamoat ichidan chiqib oladi. Man arada fadl abidin falyuslih baynan nas va la yuqi' baynahum al-adawata wal baghdha. Ibodatlik, taqvodlik insonlarning maqom martabalariga erishishlikni xohlayotgan odamlarning orasini isloh qilib qo'ysin. Shunaqa buzuqlarning orasini o'nglab qo'ysin. Odamlarning o'rtasiga bug'z va adovat, fitna urug'ini tashamasin. deyaptilar. ما خطوة أحب إلى الله من خطوة في إصلاح ذات البين ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار dedilar. Xudoy taologa bosilgan qadamlarni eng go'zali, bosilayotgan qadamlarni go'zali ikki shaxs, ikkita insonning orasi buzilgan bo'lsa, shu insonning orasini isloh qilmoqlik uchun bosilayotgan qadamlar Allohga eng ma'qul, Alloh yaxshi ko'rgan qadamlardan hisoblanadi deyaptilar. Qo'ymay shu bilanni o'nglab qo'yay, shularga gaplashmaydi. Birodar, uni ham o'nglashda avval u ma'lohida gaplashadi. Keyin bu ma'lohida gaplashib, shu bosayotgan qadami uchun Xudoy taologa eng ma'qul qadamlardan. Agar ikki odamning orasini isloh qilib o'nglab qo'yadigan bo'lsa, Alloh jalla va alo jahannamdan ozod qilish ne'matini unga yozib qo'ygan bo'ladi, u jahannamdan ozod bo'ladi. Alloh o'zi hammamizni oralarimizni Alloh o'zi isloh qilsin. Shu mav'izamizdan, shu nasihatlardan bitta odam ibratlansa, muhtaram jamoat, biz uchun baxt. Bitta odam borib shu gaplashmayotgan shaxsi bilan gaplashsa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu ga aytganlaridek, "Vallohi la an yahdiyallohu bika rajulan wahidan khayrul laka min humrin na'am" dedilar. Allohga qasam. Allohga qasam. Siz bir insonni hidoyat topishlikka sababchi bo'lishligingiz